tashab ketgan bolalar men o'zimga aytganda, degan, sen yana necha marta biznes qilasan degan. Bitta joyda to'xtaysanmi degan. Bitta joyda to'xta, bitta ish qil yoki borib anta bir ishchi bo'lib ishlagin deganda menga. Sen Короче, biznes qila olmaysan sen. Suvda bo'lmasdan nol bo'lib qolib, shunday qiynalgan paytlarimiz bo'lgan bizani, shu boshda ochgan paytlarimizda. Bolalarning gapi quloqimdan ketmasdi. O'rtalarimga yetardim-da. O'rtoq dedim, ertaga birovni ko'ziga qanaqa qaraymiz dedim. Harakat qilaylik, davay bosinglar shu ishni dedim-da. Ertaga bu ishni ham yig'ishtirsa, nima ish qilamiz yana? Yana gap so'zni tagida qolamiz. Ko'chada yana kimlardir gapiradi yana bizga. Yana shu ishni ham e'lon olmadingmi? Kimsan o'zi degan gap keladi. Davay to'xtamanglar, bosinglar shu ishni dedim. To'xtamay harakat qilardi, Xudodan so'raydi, yo Alloh o'zing ishimizni fayzini bergin, rojini bergin deb duo qilardi, namozlarda so'raydi. Alloh yetkazdi, Xudoga shukr. Zo'r, hozirgi hayotimizdan nolimaymiz, zo'r.